Dunyo bo'yicha hozirgi kunda Ramazon ro'zasini eng qisqa muddat tutadigan davlatlar qaysi? 6-o'rin. Arab davlatlari orasida eng qisqa muddat ro'za tutiladigan davlat bu Kamar orollari. O'rtacha ro'za vaqtlari 12 soat 37 daqiqaga yetadi. 5-o'rin Indoneziya. Bu davlat ekvatorial hududda joylashgani sababli kun davomiyligi yil bo'yi deyarli o'zgarmaydi. Bu esa ro'za vaqtini 13 soatdan oshirmaydi. 4-o'rin Braziliya. Bu davlatda qisqa va qulay ro'za soatlari mavjud bo'lib, 11 soatdan 12 soatgacha davom etadi. Bu esa Ramazonni u yerdagi xalq uchun oson va yoqimli o'tishiga sabab bo'ladi. 3-o'rin Janubiy Afrika. Ro'za tutish soatlari 11 soat 30 daqiqadan 12 soatgacha davom etadi. 2-o'rin New Zelandiya. Bu yerda musulmonlar ekvator chizig'idan uzoqda bo'lgani uchun 11 soat atrofida ro'za tutishadi. Va nihoyat, eng qisqa ro'za soatlari Argentinada kuzatiladi. Buenos Aires shahrida ro'za tutish davomiyligi atigi 9 soatni tashkil etadi. Bunga Argentina janubiy yarim sharda joylashgani va Ramazon oyi qish fasliga to'g'ri kelgani sabab bo'ladi.